Mana shu birinchi farzandimni olgunimcha 4 farzandni ko'mganman, men o'zim borib ko'mganman. Kim aytadi meni shu? Ko'rib aytadi. Hech kimga aytmayman, chunki bizni bobolarimiz, bizni ustozlarimiz 40 yil bir ko'zi ko'rmaganini xotiniga aytmagan ekan. Hozir bir joyingiz agar bir narsa bo'lsa, o'sha men aytgan qo'shtirnoq ichidagi erkaklar yeb qo'yadi xotinni. Qara menga mazzam yo'q, sen bemalol uxlayapsan, o'zimiz ham o'zi shunaqa xatolar qilamiz. O'ylab ko'ring, bir ko'z ko'rmaydi. Ayoli, birga yashagan ayoli 40 yil bilmaydi bir ko'z ko'rmasdan. Shikoyat qilmagan. Shikoyat qilmagan. Endi Xudoning bergan dardi-da. Xotinimga aytganim bilan u meni ko'zimni qo'yib qo'yarmidi degandir. Shunday bir sabrli millatli biz avlodlarimizda. Shuning uchun sizni nomingizni, sha'ningizni ehtiyot qilish, menga sizni baxtingiz kerak. Dunyoni beshigini tebratadigan odamlarning onasi bo'ling siz. Oilani saqlash uchun harakat qilmasangiz bu sizning yo'qotishingiz bo'ladi. Oila muqaddas institut.